So'nggi paytlarda atrofimda g'alati narsalarni payqay boshladim. Haydovchilar avtomobilni yuqori tezlikda boshqarib ketayotib ham ekranlaridagi videolarni tinimsiz varaqlashadi. Hojatxonaga har bir kirish har doimgidan ancha ko'p vaqt oladi. Uchrashuv va kechki ovqatlar esa qo'rqinchli darajadagi sukunatda. Hamma o'z telefoniga tikilgan holatda o'tmoqda. Biz o'zgaryapmiz. Qandaydir ko'rinmas virus sekin-asta diqqatimizni yondirmoqda va biz bilan aslida nima sodir bo'layotganini zudlik bilan tushunib olishimiz zarur. Bolalar nimalarni tomosha qilayotganiga bir e'tibor bering. YouTube tarmog'ida qariyb 200 milliard marotaba ko'rilgan CoComelon kabi bolalar shoulari mavjud. Bolalar ularni ko'rayotganda go'yoki butunlay uzilib, trans holatiga tushib qolishadi va bu tasodifan sodir bo'lmaydi. Ularning muvaffaqiyati ortida qo'rqinchli psixologik tajribalar yotibdi. Yaratuvchilar bolaning ekranga bo'lgan qiziqishi yo'qola boshlagan soniyalarni qayd etib, ularni o'ta yorqin ranglar yoki keskin harakatlar bilan to'ldirishgan. Bu esa bolada beixtiyoriy reflektor reaksiyani keltirib chiqaradi. Bola tomoshani davom ettirishga shunchaki majbur bo'ladi. Bu jarayon aslida haqiqiy giyohvandlik qaramligining shakllanishiga juda o'xshaydi. Ammo kattalar ham qopqonga tushishgan. Bildirishnomalarni tekshirish uchun ijtimoiy tarmoqqa kirganingizda, ularning paydo bo'lishidan oldin bir soniyalik kichik kechikishni sezasiz. Bu internet sekinligidan emas, balki texnologiya gigantlarining puxta hisoblangan hiylasidir. Aynan kutish hissini yaratish orqali ular miyangizda kuchli dopamin ishlab chiqarilishini qo'zg'atadilar. Natijada siz kontentning o'ziga emas, balki telefonni tekshirish jarayonining o'ziga qaram bo'lib qolasiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, dunyoda 64 millionga yaqin odam giyohvandlikka qaramlikdan aziyat chekmoqda. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikdan taxminan 210 million kishi aziyat chekadi. Dopamin karteli aslida asrlik narkokartellarga qaraganda shunchaki startap hisoblanadi. Lekin allaqachon ulardan 3 baravar ko'p bozor ulushini egallab ulgurdi. Bu virus miyaning diqqat va e'tiborni jamlash uchun javobgar bo'lgan qismi. Dorsolateral prefrontal postlovini bevosita zararlaydi. Ilgari bolalar xarxasha qilib, ota-onalarning e'tiborini talab qilishardi. Bugun esa ota-onalar ularga shunchaki algoritmik kontentga to'la planshetni tutqazib qo'ya qolishadi. Shu sababli prefrontal postlog dopaminni shunchalik tez va tez qabul qiladiki, miya o'zining himoya mexanizmini ishga tushirib, bazaviy norma darajasini oshirishga majbur bo'ladi. Endi xuddi shunday keskin dopamin ko'tarilishiga olib kelmaydigan har qanday oddiy ma'lumot bizga chidab bo'lmas darajada zerikarli tuyuladi. Aynan shuning uchun ham siz ozgina sekin ishlayotgan Wi-Fi'dan asabiylashasiz yoki videolarni 1.2 tezlikda ko'rishga o'tib borgansiz. Tadqiqotlar shunday xavotirli manzarani ko'rsatmoqda. Bizning o'rtacha diqqatni jamlash davomiyligimiz 2003-yildagi 2,5 daqiqadan so'nggi yillarda 47 soniyadan ham kamroq vaqtga tushib ketgan. Biz bir daqiqa oldin nima haqida gaplashganimizni tom ma'noda unuta boshlayapmiz. Miyamizning gippokamp va bodomsimon bezida saqlanuvchi xotiramiz aslida hayratlanarli darajada zaif. Biz xotiralarni kompyuterdagi fayllar kabi joydan olib ishlatmaymiz. Biz ularni har safar eslaganimizda qaytadan yaratamiz. Bu murakkab jarayon rekonsolidatsiya deb ataladi. Eslash vaqtida boshdan kechirayotgan his-tuyg'ularingiz o'tmish tafsilotlarining o'zini tubdan o'zgartirishi, eski muammolarga atirgul rangli ko'zoynak orqali qarashimizga imkon berishi mumkin. Ammo endi shaxsiyatimizni shakllantiruvchi bu nozik tizim xavf ostida qoldi. Biz hozirda tashqi vakolat berish jarayoniga yuzma-yuz kelyapmiz. Ya'ni xotira va murakkab vazifalarni yechish funksiyasini ChatGPT kabi sun'iy intellektga topshiryapmiz. Bu hodisa Google effekti sifatida ma'lum. Agar miyamiz biror ma'lumotni internetdan osongina topish mumkinligini aniq bilsa, uni eslab qolishdan bosh tortadi. Yaqinda Massachusets Texnologiyalar instituti tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, insho yozishda sun'iy intellektga tayangan talabalarning miya faolligi naqshlari maksimal darajada pasaygan va bo'g'cha daqiqadan so'ng ular o'z ishlaridan iqtibos keltira olishmagan. Olimlar buni kognitiv xarj deb atashadi. Zamonaviy bolalar ko'pincha umuman kitob o'qimay qo'yishgan. Ular masturlar o'qib berishni afzal ko'rishadi va bu orqali o'z miyalarini xotira uchun eng muhim sinoqlardan mahrum qilishmoqda. Inson aqli idrokini boshqa biologik turlardan chinakamiga ajratib turadigan yagona narsa bu bizning tilimiz. Sapir-Whorf faraziga ko'ra, til bizning fikrlash doiramizga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, nemis tilida murakkab so'zlar juda mantiqiy tuziladi. Bu ularning aniqlikka bo'lgan madaniy moyilligini aks ettirishi mumkin. Misol uchun, ularda qo'lqop qo'l poyabzali deb ataladi. Ispan tilida esa muhabbatni ifodalash uchun ingliz tilida umuman yo'q bo'lgan nozik so'z darajalari mavjud bo'lib, bu so'zlashuvchilarga bolalikdan his-tuyg'ularning chuqurroq soyalarini farqlashga yordam beradi. Til bizning borligimizning mohiyatini shakllantiradi. Biroq bugungi kunda internetda chuqur fikr va mantiqiy tuzilishdan xoli bo'lgan mutlaqo yangi sleng shakllanmoqda.
Ming yillar davomida masalan quvonchning aniq darajalarini tasvirlash uchun shakllangan boy so'z boyligidan foydalanish o'rniga yoshlar monoton, emotsiyasiz qolib so'zlardan foydalanishmoqda. Tilshunoslar va olimlarning xavoteriga ko'ra bunday o'ta tez va ma'nosiz nutq shakllariga qaramlik kelajak avlodlarning murakkab jumlalarni tuzish va tanqidiy fikrlash qobiliyatini abadiy yo'q qiladi. O'rtacha bir kishi telefonda kuniga taxminan 5 soat vaqt o'tkazadi. Bu esa umrining naq 15 yiliga aylanadi. Biz ekranlarni shunchalik faol varaqlaymizki, barmog'imiz har 20 kunda Everest tog'ining balandligiga teng masofani bosib o'tadi. Miya shunday doimiy tezlikda tezkor zavq olganda, bu angedoniyaga, hayotda quvonchning mutlaqo yo'qolishiga olib keladi. Kelajak avlodlar uchun bu odatiy holga aylanadi. Hozirning o'zida bolalar uchun kuniga 60 daqiqadan ortiq ekran vaqti ularda diqqat yetishmasligi va giperaktivlik buzilishi DEHB belgilarini sezilarli darajada oshiradi. Korporatsiyalar jalb qilish ko'rsatkichlarini sog'liqdan ustun qo'yar ekan, ekranlarning erta ta'siri hissiy rivojlanishni buzadi. Bolalar odamlarning yuzini o'qish, empatiyani rivojlantirish va haqiqiy jamiyatda moslashish qobiliyatini yo'qotmoqdalar. Agar siz shu paytgacha tomosha qilgan bo'lsangiz va o'zingizda chuqur his qilish qobiliyatini yo'qotganingizni seza boshlasangiz, bu yerda siz amalga oshirishingiz mumkin bo'lgan tiklanish qadamlari keltirilgan. Birinchi qadam: telefon ekranini oq-qora rejimga o'tkazing. Sozlamalar orqali rangsizlantirish, grayscale rejimini yoqing. Bu oddiy harakat rag'batlantiruvchi ranglarni olib tashlaydi va kontentni miya uchun kamroq jozibador qiladi. Ikkinchi qadam: chalg'ituvchi kontentni bloklang. Maxsus dastur va kengaytmalarni o'rnating hamda ekran vaqtingizni qat'iy cheklang. Bu limitlar sizga qizil chiziqni bosib o'tayotganingizni har kuni eslatib tursin. Uchinchi qadam: uyqungizni asrang. Uxlashdan oldin ekranlardan to'liq voz keching. Shunda ko'k chiroq uyqu gormoni bo'lgan melatonin ishlab chiqarilishni bostirmaydi va miyaga qayta yuklanish imkonini beradi. To'rtinchi qadam: dopaminni qayta yuklash amaliyoti. Kuniga maxsus 30 daqiqa vaqt ajrating va bu vaqtda mutlaqo hech qanday rag'batlantiruvchi narsa qilmang. Telefonsiz, televizorsiz, podkastlarsiz va hatto musiqasiz yolg'iz qoling. Beshinchi qadam: minnatdorchilik kundaligini yuriting. Har oqshom siz shukrona keltiradigan hech bo'lmaganda bitta kichik narsani yozib qo'ying. Bu har kuni miyangizni ijobiy narsalarni payqashga o'rgatadi va uning kimyoviy muvozanatini tabiiy ravishda tiklaydi. Boshida bu narsalarga amal qilish sizga qiyin bo'lishi aniq. Ammo buni har kuni uzluksiz qilsangiz, aql idrokingiz sizga albatta rahmat aytadi.